boyagi elitning mahallalardan joy qarab yuruvmidingiz? Qoraqamish, Moyaru taraflardan joy qaryapsiz siz uchun mana shu yevro korobkani topib qo'ydim, aka qarang. Go'zalmi? Bitta fasadlarni bitirib, remontlarni o'zingiz xohlagandek qilib qo'ysangiz, qanaqa go'zal holatga keladi, aka tasavvur qilyapsizmi? 8 ta xonasi bor, 400 kvadrat, 3 уровеньda, 100% podval, podvalini ham jilogi to'g'rilab qo'ygan. Aka qarang, xohlasangiz mana bu yerdan bitta kirish qilasiz. Xohlasangiz mana bu mashinada kelasiz, mashinani qo'yib, bu yoqdan ham kirsangiz bo'ladi. Darvozaxona ham 2-3 ta mashinani qabul qilib yuboradi. Santexnikaga bizilmaydigan qilib, akkuratniy qilib hamma narsasini tashab ketibdilar. Xo'sh, korobkani zo'r tomoni mana shu qurilishlarini ko'rib, bemalol tanishib, remontni shunga qarab turib, o'zingizni fokusingizdagi qilib bosib yuborasiz. Boyagi siz hojonam bilan hojatomni o'ylayapsiz, to'g'rimi? Ular zinalikda qiynaladi deyapsizmi? Mana aka 5 sotuvni etigiga bir qavatli qilib, hojatom bilan hojonamga mana dodda qilib qurib qo'yishgan aka, panoramlikni qilib bersangiz. Voy, mazza qilib o'tirishadi-yu, panoramli oynalarda. Bu yo'lga mana ayvon qilib, katta zal qilib berasiz. Hojatom bilan hojonam ko'rgani kelganlar shu yerda qabul qilaverishadi. Bu bo'lsa yotoqxona. Qarang, salqinligini qarang. Bu yerda mana sanuzil tahoratlarga va hojida odamga mana orqasidan yorug' tushishiga joylar tashab ketilgan. Juda ham zo'r qurilgan ekan proyekt. Voy aka, ukam bo'yor, yonma-yon olmoqchimiz, do'stmi ukangiz bilan. Aka mana yonida ham xuddi shu proyektda 5 sotuvga tushgan 400 kvadrat 3 уровеньda. Narximi aka, narxi $260,000. Kelishadigan joyi bor aka, ulgurib qoling. Boyagi siqidirgan uylar ham bizda chiqib qoladi, bizani kuzatishda davom eting aka.